Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bu Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridan sotilgan pritseplarimizni, tayyor pritseplarimizni bir obzor qilib o'tamiz. Layklari bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz o'rtoqlar. Kimga bir mostlik, ikki mostlik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Murojaat uchun telefonlarimiz 99 577 46 46 88 528 46 46 nomerlarga murojaat qilaverasizlar. Kimga bir mostlik, ikki mostlik pritseplar kerak bo'lsa, tayyorlari ham bor. Zakaz asosida ham tayyorlab beraveramiz. Hozir bu 2,5 ga 1,5 razmerda 13,5 million sotilyapti. 13 qilib beramiz. Undan tashqari parkoplarni, elektromontajlarni bonus qilib beramiz. Mana bu 2,30 ga 1,30 razmerda bo'lyapti. Bunisini 9,5 sotilyapti. 9 million qilib beramiz. Undan tashqari parkoplari, elektromontajlari bonus bo'ladi. Bu zakazga qilingan. Bu pritsepimiz chorva mollari uchun juda qalin listlardan baquvvat qilib, oldiga mana 40 cm profillardan chiqarilgan maxsus. Kimga har xil pritseplar kerak bo'lsa, qanaqa pritsep kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Mana bu sotilgan pritsepimiz. Mana hujjat olib qo'y, nima? Soat endi pechat bosadi. Pritsepimiz razmeri 3 metrga 1,70 razmerda bo'ldi. Balonlarni o'zlari uyga borib yaqin yangisini qo'yib olaman dedilar. Eski balon bilan kelishganmiz. Ichkarilari qalin poldan bo'lgan. Yarim kril bo'lgan. Mana taxtalar qalinligini e'tibor qilamiz o'rtoqlar. Taxtalari to'rlik taxtadan qilingan. Kimga bir mostlik, ikki mostlik pritseplar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Layklari bosib, obuna bo'lib, pritsep oluvchilarga jo'natib qo'yamiz. Ichkarida ham tayyorlanayotgan pritseplarimiz bor. Hozir ularni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu 2,40 ga 1,40 razmerdamidi bu? 2,40 ga 1,40 midi razmeri? 2,40 ga 1,40 razmerda. Bunisi 2,40 ga 1,40 razmerda bo'lgan. Mana unisi 1,30 ga 2 metr bo'lgan, Damas resorlaridan qo'yilgan. Mana bu yerdan ham yana bitta pritsep boshlanyapti. Har xil razmerda tayyor pritseplar borki, yozib zakaz asosida ham tayyorlab beramiz. Tursun Po'lat aka, pritsep ma'qul bo'ldimi sizga? Ma'qul. Qachon zakaz berdingiz? 15-kuncha bo'ldi. 15-kuncha bo'ldi. O'zingiz bemalol xotirjam qilaveringlar degansizda. Bo'lmasa o'zi 5 kunda tayyorlanib turibdi. Menga zarar emas deganingiz uchun. Pritsep ma'qul bo'ldimi? Ma'qul. Boshqalarga ham tavsiya qilasizmi? Qaysi tumandan keldingiz? Kasb tumanidan. Yana bir mostlik ham zakaz qilaman deyapsiz-a? Shunday, nasib bo'lsa, xudo xolasa. Mayli, yaxshi kunlarga ishlating. Hujjatlaringizni ana mashinada pechat bosib beramiz. Yo, nimaga bergan mana? Layklari bosing, boy bo'ling deb qolamiz.